aka-ukalarimizga bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hozir qo'limizdan kelgancha ma'lumotlar beramiz va bundan tashqari hozir xo'jaliklarga, ya'ni mol soha, fermer sohasida hamma oborudeniyalar bor. Buni ham ko'rsatamiz ikkinchi videomizda. Undan ham tashqari akalar skuterlar bir partiya tugatib, yana bir partiya 10-15 kunda kelar ekan. Albatta bizni kuzatib olinglar. Bizda yangilar 10 tarafda partitsiya tugmachasi bor. Bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qanaqa uskunalar zarur bo'lsa, shu bemalol murojaat qilaverasizlar. Bularda yo'q bo'lsa, skladlarda bor. Sababi do'konni ko'rib tursa, joy sig'mayapti. Sig'maganidan yetkazib ham kelishyapti. Har bir oyda 15 kunda bularda tovarlar keladi. Hamma yo'q bor. Nima zarur bo'lsa, bunaqa narsa yasayman, bunaqa biznesim bor, o'shanga nima olishim kerak desiz, va o'zlari ham tavsiya qilishadi. Ular sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Bittadan laykni bosib qo'ysanglar, do'stlarga podpis qilsanglar bo'ldi. Hozir videolarimizni boshladik. Rosa TikTokda, Instagramda aylanayotgan mana o'sha sabzi kesardan boshlaymiz. Avvalambor assalomu alaykum Farhod aka, charchamasan. Tinchmisiz aka? Assalomu alaykum aka. Aka, biz endi realli narxlarni, ma'lumotlarni odamlar oladiganlarga qiziqarli bo'lishi kerak va to'liq qattiq imkon qadar boricha aytib berganingiz yetmaydi aka. Mana shu sabzi qilqa degan. Necha pul? So'zlarga aparatimiz bu butilka so'zi, o'sha kartoshka friylar ham qilib beradi. Bemalol. Avashariska deyiladi. Bu $125 turadi. Hozirgi kundagi narxi. Hozirgi kundagi narxi shu 1-aprelmi? 1-aprel. 1-aprel $125 turadi. Xudo xolasa. Bunimizchi? Bunimiz bu yevropeyskiy toster. Nonni quritish kinolarda ko'pincha ko'rishimiz xalqimiz. Ishlatishadi. Bu kabi qancha nonni qizdirib chiqarib beradi. Buni narxi $140. Bu kichkinasi ham bor ekan. $90 ekan. Nimaga dollarga aytyapmiz? Hamma yoqdan ko'rishyapti o'shaning uchun. Xo'p, endi bunimizchi? Bunimiz o'sha o'zimiz eskitdan bor yong'oqligi, vafli ichida nachinkasi bor yong'oqli. Yong'oqli pecheni deyiladi, oreshki. O'shani qolib. Buni narxi $230 mana shu bitta komplektda, mana shu to'g'rimi? Mana shu bitta bo'ladi. Xo'p, biz avvalda aytib qo'yaylik, mijozlarimiz dollarga aytyapti, tushunmayapmiz qanaqa nima deysiz, bemalol o'sha siz chiqarib qo'yasiz. Nomerlaringni, telefon qilib so'rab olsa, so'mga hisoblab turadi. So'mga ham hisoblab berishaveradi. $230 $1140 ga hozirgi kundagi narxga ko'paytirsalaring o'zi avtomatik chiqadi. Budasida $1150 ag'dar. Xo'p, endi bu marojnani pishiradigan o'sha vaflisini pishirib turib, jak chalpayda qilib pishirib, unga o'rab qo'ysa, o'sha varanka bo'lib qoladi. Marojnani noni bo'ladi. Undan tashqari eski oldin bilsangiz o'sha turbichkali ichida insholdasi bor vaflilar. O'shaqani ham chiqarsa bo'ladi. Asosiysi bu biznesdan o'chadi. O'lmaydigan biznes, eng qizig'i. Bunisi ikkitaligi, bunisi bittaligi. Ikkitaligi $250 turadi, bittaligi $150. Mana bu yerda farqi bor ekan, bitta ajralgan. Bittada o'ylab, qog'oz to'sib qolibdi. Ikkitaligi ekan, bu bittaligi ekan. Bu ham o'lmaydigan biznes. Endi tepada endi bu hamma biladi, blenderlar bor. Xo'p, kokteyl qiladigan kokteylar, vafilnitsalar har xil. Buni ham TikTok, Instagramlardan o'zim ko'rib qoldim. Mana shunday butunicha shunday tumalaq qilib o'rab turib, marojna o'rab beryapti, shirin hisob beryapti. O'zimizdan bitta olgandek klientimiz zo'r ideya qildi. Bitta yong'oq chaqilib, alohida qilib soldi. Dona qilib chiqarganda, ustiga shokolad, qulpinoylar qilib, hali podloshka bo'ladigan narsa shunda beryapti klientlarga. Вообще zo'r chiqdi. Maza qilyapti. Keyin mana anor siqadiganlar ham bor. Sitrus mevalarga ham, limon, apelsinlarga ham siqaveradi. Endi bitta ikkitalarini narxini aytib o'rtalaylik, bo'lmasa narxini aytib o'ring. Bularimiz $130 dan, bular mana $140, $90, $130 takkelisi mana kunga zarur bo'lsa. Va xaradinligimiz bor. Xaradinliklarimizni buni hamma asosiy komponent motor dvigatellari Xitoy zavodskiy ishlamagan, yangi bo'ladi. Lekin ko'pchisini o'zimiz teramiz. 6 oy garantiyasi bilan sotamiz. 6 oy garantiyasi bilan. Artellar ham 6 oy garantiyasi beramiz. Garantiyasi 6 oy. Narxiga kelsak? Narxiga kelsak $400 dan hozirgi kunda sotilyapti. $400 dan hozirgi kunda narxda. Marojna aparatimizchi? Hozircha bitta video qo'ygan. Bitta hozircha. $1.5 million. Buni mana shu
bir oydan keyin may oylariga o'sha Freegamat degan o'sha katta kuchliroqlar ham keladi. 2,5-2300 dollardan. Xudo xolasa, xudo xolasa. Chigalib osilayotgan narsalar suv kesadigan apparatimiz buni. Yaxshi ko'rsatib o'tamiz. Mana uni suv kesadigan apparati arralari, bu chigallarni nima ekan deganlarga bu ichida arra deydi, suv kesadi xona. Xo'p, mana ustida mana ularimiz mana qoliplar. Bularimiz o'sha Nima bular aka? Pechlarimizni listlari bular. Pechlarimiz listlari o'sha buning ustidan misol pryanlik, pechenyelar pishirishda ishlaydi xizmat. Har xil sortida bor. Har xil razmeri ham. Chuqurroq, sayozroq. Bu nimaroq ekan? Sayozroq bu qalinroq ekan, ya'ni nimasi? Ichidagisi. Bu pechlarimiz. Mana pechlarni aytib o'tsangiz. $400 turadi. 2 listrisi bor. $550 turadi. Bularning ichiga non sig'imi bilan hisoblaydigan bo'lsak, bitta listrisiga 12 ta non, ikkita listrisiga 24 ta non sig'adi. 3 listrisi bor, 36 ta non sig'adi. Hozir tugab qolgani 6 ta listli, 4 ta listli va 9 ta listrilar bor. Ularga 48 ta non sig'adi. Xudo xolasa keyin kelayotgan partiyada albatta bo'ladi, xudo xolasa. Yangi partiyalar keladi, videoda boshida aytib yangi partiyalar Xudo xolasa videoda boshida aytib o'taman, bularda hammasidan bo'ladi. Xo'p, keyingimiz bu grillika. Teplый vitrina deyiladi, issiq vitrina. Shu shashlik, grill, shunga o'xshash issiq ovqatlarni, burgerlarni issiq ushlab beradi. Va aqdan sotuvchi sotmaydi, klient ba'dan olaveradi issiqni. Ikki taraflama zo'r narsa mana shu. Mana bu ham vitrinada, hisobda bu vitrina bular. Narxlarga kelsak-chi, bularning bunisi nechi, bunisi nechi? $80. Yo'q, kechirasizlar, adashdim. Bu kichkinasi. Kichkinasi narxi. Bunisi $380, bunisi $400. $400. Kichkinalari ham bor. Bunisi $280, $300. Mana xullas kichkinasiz kichkina, kattaroqsiz kattarog'i bor ekan. Razmeriga kelsa bir 70 sm. Adashmayapman. Eniga kelsa bu ham bir 60-50. Ko'p tushunib olaverasiz o'zlaring. Xo'p, bunimizchi? Yettalislisi o'sha ichida havoda aylantirib beradigan mashinasi yaxshisi. Bir xilda pishiradi xona. Bir xilda, hamma issiqlik chunki bir xilda yetib boradi, zo'r qilib pishiraveradi. Konveksionli deyiladi. Buni hozirgi kundagi narxi $2800. Orqangizda apparat nima? Orqangizda grill apparati. Bular nechi pullar? Buning narxi $800. $800. Bu tokda ishlaydiganmi, gazdanmi? Qanaqasi bu? Buni har xili bormi? Ham gazda ishlaydi, ham tokda ishlaydi. Ikkitalar nima ishlaydi xona? Ham ishlaydi. Misol sizga tokda udobniy bo'lsa, tokda ishlatasiz, gaz yaxshi bo'lsa, garelkalar ham gazni o'sha gaz bilan. Oh my god. Ashuna bitta ko'rsatsak bormi, iloji bormi? Sekin. Demak, mana bu garelkasi, tagidagi tok, mana tok turishlar. Tok. Buni kerak. Garelkasi 2 dona bo'ladi. Belada, eng pastida bo'ladi. O'shani tafti bilan resp tushadi. Oh my god. Mana ikkitalardan ekan. Sveta o'chib qolsa, gaz yo'qolsa, gaz yo'qolib qolsa, sveta qo'yayotgansiz. Va bu hamma biladi, xamirni qilib beradigan qozoni. Bular nechi pul narsa ko'rsa? O'sha qozonlar, hop, hech qachon odob bo'lmaydigan bo'lib, faqat buning tevasida mikser bo'ladi. Mikserlari hozirgacha saqlanib qolmagan uchun yo'q. Qozonni qo'ygan holda foydalansa bo'ladi. 2,800,000. Buni qozoni ham o'zi ancha-muncha joyda qolmagan o'zi. Xo'p, bunisi ham Turkiyaniki, mahsulotlarimiz non xamir qiladigan testamishotkalar. Kichikroqi bu. 35 kilolisi, 25 kilolisi. 50 kiloliklari bor. Endi joylarning yo'qligiga sig'mayapti ham, unisi ham bor. Shunaqa ham, hozir bu Turkiyadacha notinchlik bo'lgani sababiga 50 kiloliklarimiz yuklangan, lekin turib chiqitmayapti. Xudo xolasa ham keladi inshaalloh. Xo'p, bunimiz nima? Bularimiz ham testamishotkalar. Bularda endi Xitoydagi более мощныйroq, qattiqroq xamirlarni ham bemalol qilib beraveradigan. Mana shu ikkovsi. Narxiga kelsak-chi? Narxi bunisi $2,300, bunisi $880. Mana uni bitta yaxshi ahamiyat berib bersizlar. Hozir rosa sezoni keldi. Sababi kreshki bizni Farg'ona, shu Marg'ilon territoriyasida shu ayronga qo'shib ichishadi. Bilmayman, hamma yosh bola bular kreshki biznesi o'lmaydigan biznes, mana shu narsa bo'ladi. Nonni qo'yasiz, qirqib beradi, to'g'rimi aka?
Hop. O'sha kirishgan razmerni kesib. Narxi kechachi? Ishga qilsa sushga beradi. Narxi $650. $650. Biznes qilaman deganlar bemalol. Hop, bular endi kichikroqlar nimaga bular? Hozir bu qator videomiz ham cho'zilib ketmasligi uchun ketma-ket tezda aytib boraman. 7 litrlik, 15 litrlik, 20 litrlik, 30 litrlik privatniy mikserlarimiz. Zbivalkali qiladi, mikserli qiladi va xamir qora berish uchun testameshalkali qilib vazifasini o'taveradi. Narxlari $280. Birinchisi, bunisi $440. Bular $550 va 30 litrliklari $600. $600. Hammasidan bor. Endi agar chetdan mana orqadagi apparatlarimiz qolib ketmas, bu nima degan apparatlar? Bunimiz haqiqiy original KFC bo'ladi-ku. Shu narsani pishiradigan frityurnitsasi. Original KFC shunda pishadi. Nimaga aytsangiz, yopganingizda qopqog'i yopiladi-da, mana parlanadi. Dimlab qo'yganingizdan keyin davleniya bilan pishirib, parlab, ichidagi haligi bug'larini chiqarib olmasdan o'sha mahsulotni o'zini ichiga yana kirgizib oladi. Originali mana shu bo'ladi. O'shanda haligi original KFC'da yeganlar tushunadi. Ishlaganda ichida sochni bo'lib suvlari bilan chiqadi. Shunda. Mana shu narsa bo'ladi. Bu narxi nechta hozir? Bu narxi $1700. O'zi ish qiladi xonakam. O'zi so'nggi narsa. Men buni ko'p yeganim uchun o'zim bilaman. Xo'p, Yevropada xuddi shu narsa aytib o'tib ketay, qiziqarli fakt. O'zimizni Angliyada yashaydigan biznes qiladigan o'rtog'imiz bor, oshxonasi bor. Shuni rabochiysini $5,500. Omaga. Yevropada qimmat turar ekan. Dunyoda raqobat bo'lmasligi uchun ularda ham rasm mashina bo'lsa kerak. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi har xil sineklarni qovuradigan, mag'iz qovuradigan aborigin bo'ladi. Yer yong'oq, pista bo'lgan shunaqa narsalarni qovurib chiqaradi. 2 xil ekan bu. Xo'p. Nech puldan bo'ladi endi katta kichikligi? Narxlari juda zo'r, arzon, tayyor biznesizga. Ularning narxi bunisi $890, bunisi $790. Yani shu orada bitta narsani aytib o'tdi. Aka bularni olgandan keyin, xo'p, bilmaydi hollar buni o'rgatasizlarmi, men informatsiyasini berasizlarmi? Informatsiyasini qo'llayman degancha hammasini o'sha specialistlar topganchilar qilamiz. Nimaga qo'mishli yordam berishimiz bizni o'zlaring ko'rib turgandek juda ham yo'nalishimiz ko'p. Cho'plicha ulgishmaydi, lekin mutaxassisni nima yuzlashtirib qo'yasizlar, bemalol o'rganib olaveradi. Endi men bitta baqaga kiraman, mana bu yoqqa o'tib olaman. Aka, shu ekosini orqangizdagi bilan ekosini aytib o'tasiz. Mana 2 yonga qoldi. Mana nima aytasiz? Xo'p. Buni tashin ayting, mana shunisini. Fastfoodchilar. $250 bo'ladi. Bu tomondan ko'rib ketsam endi. Bu OSHRSga o'sha sabzavotlarni to'g'ri beradi. Buni bir tomoni sabzi salat bo'ladi, markabchi. Bunga yaqin somon shaklida o'sha sabzini to'g'ri beradi. Ikkinchi tomoni kartoshkani chips lays qilib, yupqa qilib, parray qilib to'g'ri beradi. Bunisi kartoshka so'ziladi. Shuni ichiga o'chog'i bilan tashlasangiz, maydadan suv yurib qo'yasiz, suv tushib turadi, yuvilib ham archib beradi. Postlarni archib toza qilib chiqarib beradi. Kartoshka toza. Ana biznes. Любой narsa bor, jonlarni qiynaysizlar. O'sha sabzi salat to'g'rashda ishlaydigan. Riskan. Boshqacha variant. Bularning narxlari bunisi $650, bunisi $580, bunisi $1200. Tosterlarimizni aytib o'tdik. Tosterlarimiz 20 ga Turkiya, 16 ga Turkiya. Bunisi $120, bunisi $200. Bu ma'nolarichi. Ama 2 xillik yana zo'ragina. Xitoyniki bularimiz. Bunisi $170, bunisi $230. $230 va ma'nolasichi, sразу bu izgara turetskiy, Turkiyaniki $250 bo'ladi. Bular ustida kotlet pishiriladi. Kotletlar pishirsa bo'ladi. Go'shtlar pishirilgan, mangalar. Xo'p, aka endi mana bu narsamiz qolib ketmasin. Katta biz frityurnitsani kartoshka qilib qo'yadigan kattasi 17 litrligi. Yangi liniyasi, ya'ni bo'lsa atrofda hali birorta konkurentlarimiz ko'rmadi. Qulaylik tomoni kartoshkani pishirib turib, kartoshkani o'sha qovurgan narsaga olasizda, bu yoqqa tashlasangiz, yana yog'siz oqib qolaveradi, yetti mahsulot qolaveradi. Bu yerda siqib, kutib o'tirmas ekansiz, to'kib qo'yaverar ekansiz. To'kib qo'yaverasiz, yana yangi pishiraverasiz va buni qurib turaverasiz. Keyin buni olib, nariyoqqa katta idishga olib qo'yaverasiz. Ana zo'r ekan. Mana shu. Xudo xolasa tez kunlarda mana ham shu bunimizning narxi $350 turadi. $350. Endi shuni kichkinalari bor, mana shunlari. Bu 2
ikkitalisi. Ha. Birinchi nitsani 10 litrdan 20 litr, bu bittali 10 litr. Hop. Narxlarichi? Narxlarigacha. Bular 270 dollardan, bunisi 170. Endi mana ro'g'asi trendga chiqqan bir yil oldin bilsalar shisha maydalaydigan o'zi asli qattiq yong'oqli, qattiqroq narsalar maydalaydigan narsa. Endi bitta shishani ko'rsatib yuborgan bitta endi abraziz uchun. O'zi aslida shisha unaqa qilib maydalanmaydi-yu, o'sha shunga kuchi yetadi degan ma'noda. Ha, videoda ko'rsatilgan o'sha joyda. Bu narsa o'sha hamma yo'q bu. Kofe bilishsa o'zi zerno bo'ladi. Kofe navasit qilib o'sha uqalab turib pudra qilib beradi. Kofemolka shakarni maydalab, saharni pudra qilib beradi. Ziravorlar, murishlarni masalan maydalab beradi. Bunaqa narsalarda ishlatiladi. Murishni demak, mashinada maydalash. Men aytdim, murishni nimada maydalasharga uchish kerakdigan narsa edi. Mana sekretlari ochildi. Ha. Xo'p, buni mana nimamiz? Mana pichoqlaymiz nima ekan-ki bu? Ruchni ishlaydigan adashmasam, o'sha boshida ko'rsatganlarimiz kartoshkani parra qilib qo'yib beradigan, chips qilib qo'yib beradigan ruchni varianti. Demak, men tashirgansiz, uni tortib turib qo'yarkansiz, o'zi faqat ketaverar ekan, tortarkan mana ketaveradi, zo'r ekan. Buni tortganingizda kartoshka solinadi, itarib turadi, faqat kartoshkani tashlab qo'ysiz, aylanib itarish shart emas, bu o'zi itarib oladi. Ha, bu o'zi itarib oladi. Mana shu nechta rosa trendli narsa ekan. Bu 180 dollar chiqqan narsa. Lekin 180 dollar, lekin bitta narsani hisoblab qo'yinglar. Nержавинка eskidan qimmat va uzoq muddatga yetadi. Nimaga ham yo'q qimmat demanglar. Nержавинка mahsulotlari men o'zim shu sohada ishladim. Oziq-ovqat narsalari, o'sha pishavoy narsalar uchun qimmat bo'ladi. Ha, o'zi eskidan. Pishavoy deganda birinchi navbatda yaroqli, o'shani mashina ichiga kartoshkani soldingizmi, siz yeyishga yaroqli narsa bo'ladi. Endi misol tariqasiga keltiryapman. O'zi asli bular go'shtlar maydalaydigan apparatlar, to'g'rimi aka? Nima qilibsiz? Kichkina narsa. Bilmayman, kimga qolibdi? Nima bu? Aka nima qildinglar? Bu Manenzo deganimiz bor. Bu yog' masla press bo'ladi. Hop. Yog'ni chiqarib beradi. Nimani yog'? Har qanday narsani mag'izlar, sedana yog'ini. Hozir rosa moda bo'layotganda. Odam bu yog'ini. Mashinlarda xullas yog'i bor narsani yog'ini siqib chiqarib oladigan narsa shu bo'ladi. Eng milliy kichkina arzon variant. Nech bilashi? 480 dollar. 480 dollar turadi. Ha, qiziqqanlar bo'lsa, bemalol. Biznes. Uyda o'zi bitta ayollarga olib kelib bersa, bir qop nima olib kelsang, soladi, ba'zan chiqadi. Misol 50 gram kilolar olib kelsa, uyda o'tirib turish. Bemalol chiqaveradi. Ko'chalarga chiqarib turib, tarqatib qo'ysa ham bemalol uyda o'tirib. Biznes hisob bo'ladi. Ana, o'zingizning brendlarni yaratinglar. Xo'p, endi qiyma mahsulotlarimizga kelsak. Qiyma mahsulotlarimiz, bular misorukkalarimiz, o'sha go'sht qiymalagichlarimiz, eng kichkinasi. Hop. 170 dollar. 12 model. 22 model 370 dollar. 32 model 500 dollar. Bu 22 ning to'rttasi 470 dollar. 470 dollar turadi. Endi bundan tashqari mana bu Suway 47 xon apparat. Suwaylarni kesib kesib beramiz. Bu 4 xili bor ekan, yo 3 xilmi? Ikkita bir xili. Ha. Ikkita bir xil. Uchinchi xili kichkinasi bor, bu keyingi safar keladi. Xudo xolis keyingi safar keladi. Narxi ikkitasi necha pul, ikkitasi necha pul? Bu ikkalasi 680 dollar. Hop, bu ikkalasi 1050 dollar. 1050 dollardan. Endi kichkinagina biznes boshlagan, ya'ni oshxona ochgan va issiqqina ovqatni ushlab turadigan mahsulotimizni ko'rsataylik. Keyin uni oxirida aytib ko'ramiz, aka. Oshxona sohasidagi rivojlanishni marmut deyishadi. Marmut deyishadi. Ovqatni saqlab qo'yadi. O'shalar bir xil mo'tadil turaveradi. Bularning narxi, bular pro versiya deyiladi. Mana bunaqangi vitrinalari bilan uzunchoq bo'ladi. 4 talisi, hop, 410 dollar turadi. Bu 5 talisi 460 dollar. 460 dollar. Mana 4 taligichi bu. Bu 4 taligi 320 dollar. Hop, mana bu 2 talik, mana o'rtasida ajragan. Bu 2 talisi 220 dollar, 3 talisi 250 dollar. Mayli, keyin to'g'rilab qo'yaveradi. Hop, mana uchun bu vakuum apparati adashmasa, ha. Barcha qadoqlaydigan mahsulotlarga bundan keyin o'tsaydi, uni bilinchlik qiladigan apparatimiz shu oziq-ovqat sohasida.
Mana mashina birinchi yilda xamirini pishiradi. Bu aylanadimi? Yo aylanmaydi. Bu aylanmaydi. Buni suyuq o'sha xamirni qo'yadi-da, unga qilib bitta aylantirsa, o'sha xamir dumaloq qilib yoyib beradi. Birinchi yilda xamir shunday. Mana shu nechi pul? Bittaligi nechi pul, ikkitaligi nechi pul? Bittaligi 100 so'm. Ha, ikkitaligi 310 so'm. 300 so'm. Hozir nima olishim kerak, yaqinda boshlaymiz biznesni. Xudo xohlasa, mana unimiz nima, mana katta narsa nima bu? Lentasi bilan. Bu narsa mana bu o'sha narsaniki. Bu narsamiz mahsulotlarga, produktlarga data urib beradi. Masalan, qopqoqlar bo'ladi-ku. Shular ustiga datalarni lazerda kuydirib beradimi? Ha, strok urib beradi. Buni lazerda katta hisobda mana bu narsasi nima bo'ladi? Bunisiga o'zi keyin tushuntirib berasizmi? Buni o'sha to'liq tushuntirib berasiz. lazerlar ko'zaladi. Xudo xohlasa, mana lazer data urib beradigan apparatlarimiz. Mana eng katta, mana eng hadovoy hozirgi kunda bu rozi ko'pchilik ishlatayotgan apparatimiz. Nechta? Bunimiz robot deyman, ma'lum kalatib hamma ish qiladi. Hamma ish qiladi. Shu tevasiga bunkerga mahsulot hisob qo'ysangiz bo'ladi. Quruqcha, sendvichga shu narsalarni. O'shalarni o'zi tortadi. O'zi gramovkasi. Gramlarni o'zi hisob qilib, robotga hali pastga tashlayveradi. Pastdan shunday. Plus tevaga ekasiz, pastdan urib olasiz. Terib olasiz. Hamma gap yo'q. Shunaqa narsa. Lekin o'sha o'zingiz brendingiz urilgan salafan rulonni ilib qo'ysangiz, tortib, paket qilib tashlab beraveradi. Bu yerda to'ppa-to'g'ri, brend turadi, rulonni bunday olib kiradi, ba'dan gramovkasini o'zi gramni tashlagandan keyin tayyor tushadi, u o'zi bekitib, tayyor presslab bo'ldi. Soqqani qilib berib sotsalaring bo'ldi. 20 grammdan 500 grammgacha chiqadi. 20 grammdan 500 grammgacha. 500 grammgacha olib Matiz olib, kira qilaman, asabni buzib, shtraf to'layman deganda olinglar akalar. Biznes. Uyda o'tirish qilsa bo'ladi. Xo'p, bu ularimiz gazli upakovka. Hop. Sizlar hali bilmadim. Yo'q, sezmadim. Buni asosiy gaz bilan ishlab ketganda, просто havoli ulab qo'yishadi. Chipslar bilsangiz, ichi havoli bo'ladi. Ha, vakuumli. Ishirib havo qilib beradigan shu apparat. Ha, shu apparat. Havo bilan, birinchi havo bilan ishirib turib, keyin og'zini yopib upakovka. O'zi aslida bunga oddiy havo emas, o'sha azotli gaz bo'ladi. Mahsulot ichiga o'sha gaz kirgandan keyin mahsulot muddatdan cho'ziladi. O'shani ulab qo'yish kerak o'zi aslida. Havo kiradigan o'zi azot. Bo'ldi, tushundim. Bularimiz pedalli pnevmatический упаковочный apparat, qadoqlash apparati. Pedal, mana o'zi avtomatik nima qiladi. Bunga o'sha kompressor ulab qo'yiladi. Kompressorda o'sha buni bitta bosganingizda bu o'zi avtomatik o'sha bitta bosadi, qadoqlab yana qo'yib yuboradi. Bu katta qopmi, qandaydir narsalar. Upakovka qilib beradi. Endi bu avtomatiklar. Endi mana ular ruchnoylar, aka bu. Bu eng uzun 1 metrlimi bu? Ha, 1 metrli. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 gacha bor ekan. Ana upakovka qilaman desalar, ruchnoy holatda qilsang bo'ladi. Endi aka, mana nima? Nima buni narsamiz? Nima deyiladi? Bu nima ish vazifasi? Ishlatsiz bo'ladi, To'rajon. Nima deyiladi? Ayronni yangilik qilib, stakanchiklarga quyib turib, suvni ayronni. Stakanchikka quyib turib, betonali falli qopqoq bilan yopadi-yu, yopishtirilgan. O'shani shu. Biz olar ekanmiz buni. Bo'ldi aka. Mana shunaqalarda mana biz bilmaymiz-da mana. Stakanchikka quyasizda, ustini bitta qopqoqqa yopib turib, xazilga solib qo'ysangiz, kelib ayron so'ragan odamga shuni uzatib yuborasiz. Gap yo'q aka. Mana buni nech pul narxiga kelsak? Buni narxi 180 bo'ldi. Mana shu yerga o'zim brendimni qo'ysam bo'ldi. Brend laklinkamni qo'ysam o'zi ketaveradi. To'rtta ishlaydi, bu 220 da ishlaydi. Xo'p, aka bundan tashqari sizga mana shu ko'rsatgan stanoylarimiz hammasi 220 ishlaydi. Bitta o'shani original KFC pishiradigan friturni 380 ga ishlaydi. Xo'p, aka, endi mana bu narsalarni bitta ko'rsatib o'taylik. Nimalar bor? Nima qoliplarimiz? Mana bu vakuumli upakovka. Fruktlarni upakovka qilsa bo'ladi, sirniy palichkalar, sosisli kolbasalarni vakuumli upakovka qiladi. Vakuumli upakovka. Minis. Bu yerda mana o'sha pramishlenniy kattalarni, pramishlenniylari eng kichkinasi. Eng kichkinasi va bu kiloga, 1 kiloga shunaqalar. Endi buni kattalari ham hozir tugab qoldi. Mana shu keyingi kunlarda keladi. Xudo xolisi keladi. Buni narxi hozirgi kunda 480 dollar.
bularimiz 1 million so'm, 2 million so'm. Endi bitta ikkita narsalar aytmaymiz. Bunga endi telefon qilinglar. Endi buni aytsa hozir vaqt cho'zmaydi. Endi anuni aytaylik aka, mana bu narsa nima bu aravacha deganlarga. Buni kim tushunadi? Paxta qand biznesi hamma biladi, ko'pchilik biladi. Endi paxta qandni zamonaviysi. Qatta bayram, qatta ko'rgazma, qatta nimadir bo'layotgan bo'lsa, olib borsangiz soqa qilsa ham bo'ladi. Nimaga? Sirini aytib beraman. Oddiy bitta shakarda, misol 100 gram shakar necha pul bo'ladi? Hozirgi kunda bir qanday? Ha. So'pi 1 kilo shakarimizdan 15 ming so'm hozir maksimum. Ha. 15 ming so'm. 1 kilo shakardan 60 ta 65 ta chiqadi. 60 ta 65 ta chiqadi. Hozirgi kunda magazinlarda 5 mingdan donasini sotishyapti. U kichkinasi, mendek kichkinasi. 5 mingdan sotishyapti. Katta siz 10 mingdan, katta ko'rgazmalarga olib borib erinmasdan. 5 mingdan emas, 2 ming so'mdan soting. Ha. 15 ming so'm deydi, 50 ta chiqsa, 60 ta chiqsa, 2 mingdan sotsangiz 100 mingga aylanyapti. 15 ming. Siz rasxod 10 ming so'm rasxod qilasiz. Xudo xolasa. 10 ming so'm rasxod. Ja bo'lsa 25 mingga pulingiz 100 mingga aylanyapti. Akalar, biznes zo'ri, bexizolat. Bu ham 1 kilo shakardan keladigan foydani aytyapman. 1 kilo. Bir kunda 5 kilo shakar sotib olasiz. O'sha-da. Endi qarab turinglar. Buni kassasi ham bor-da buni. Pulingizni ham ishga solaverasiz. Bexizolat. Xo'p, aka, endi bu narxiga kelsak, qancha bu narxi? Bunisi 3 million. Bunisi 4 million. Bu 4 million 200 ming, shu oyog'i bilanligi uchun, mana o'zi oyog'i yo'qligi uchun 3 million 200 ming so'm, ha? Xudo xolasa. Undan keyin bodroq apparatimiz bor, to'g'rimi? Popcorn. Endi qisqasi bodroq. 220 dollar. Buni endi menimcha tushuntirib o'tish. Hamma biladi. Tushunmaganlarga o'rgatib ham beraverasizlar. Akalar mana qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdi. Endi keyingi videoni kuzatib boringlar. Mana shu to'g'risida video olamiz va video chiqarib beramiz. Bu asosiy chorva yo'nalishi va o'sha agro yo'nalishi bo'yicha hamma yo'q inkubatorlar bor. Narx-navosini aytib o'tamiz va mana original nima bor? Kim biladi nomini? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bilganlar va keyingi videoda kutib qo'yinglar. Mana shuni chiqaramiz, xudo xolasa 2-3 kundan keyin. Bu ham hech nima bas. Assortimentlar zo'rlar kelyapti. Tugadi bitta partiya, yangisi yana kelyapti. Ko'rishgacha deb qolamiz. Yo'qsa albatta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ko'rib turibsizlar, assortiment bomba, o'z yangi tovar yana kelyapti, kelyapti. Bitta yo'q bo'lsa yana 10-15 kunda olib kelib berishaveradi. Bittadan like bosib, do'stlarga podpiska qilsalaring bo'ldi.